Yoshlar bugungi kunda qabul qilinayotgan qonun hujjatlari haqida nimalarni bilishadi? Aslida ularga qabul qilinayotgan qonun hujjatlari haqida kimlar ma'lumot berishi kerak? Bugun dasturimiz davomida mana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, efirda mening ovozim, Xalq bilan muloqot tok-shousi. Dasturimizni boshlashidan avval e'tiboringizni monitorga qaratamiz hamda bevosita bugungi mavzuga daxldor bo'lgan muhim bir video lavhani tomosha qilamiz. Qonunlar qabul qilish bu ishning bittagina qismi xolos. Xolos, qonun qabul qildik, tasdiqladik. Xalq qabul qildimi? Xalqqa kerakmi? Xalq bu qonundan nima manfaat ko'ryapti va xalq bu qonunni kutyaptimi, yo'qmi? Ming afsus, bu savol ko'ndalang, lekin bu savolga javob yo'q. Asosiy masala qonunlarning mazmun mohiyatini xalqimizga va mas'ul ijrochilarga o'z vaqtida yetkazish, ularning ijrosini to'g'ridan to'g'ri tashkil etish hamda qonun talablariga qat'iy amal qilishning ta'minlashdan iboratdir. Afsuski, mazkur yo'nalishdagi ishlar talab darajasida emas. Buning oqibatida mana bitta misol. Oxirgi 3 yilda davlat organlari 157 ta qarori o'z kuchini yo'qotgan qonunlar asosida chiqarilgan. Hech kimning ishi yo'q. Kimga kerak bu? Kim buni tekshiryapti? Qani parlament? Qani nazorat? Odamlar nima deydi buni? 57 ta mana qaror umuman o'z kuchini yo'qotgan qarorlar, qonunlar asosida qabul qilyapti. Endi o'ylab ko'raylik. Qonunchilikka kiritilayotgan yangiliklar o'z vaqtida joylarga, ayniqsa ijrochiga yetkazilmaydigan bo'lsa, ularning bajarilishi haqida nima deyish mumkin? Bu muammoni samarali hal qilishning birdan bir yo'li qonunlar ijrosini tashkil etish bo'yicha soatdek aniq ishlaydigan mexanizm yaratilishi shart. Yo qonun kerak, uni tizimi bilan qilaylik, yo u qonunni nomiga chiqarmaylik. Qonunlarning mazmun mohiyatini xalqimizga yetkazishda O'zbekiston teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalari bitta ikkitagina maqola nomiga yo ko'rsatuv chiqarib qo'yadi-da, bo'ldi. Tizim yo'q. Bir qonun chiqaribdi, deputatlar borib bir viloyatga yo rayonga qanday qilib uni yetkazamiz? Oddiy odam qanday qabul qilyapti? Qanday qilib qabul qilishdan oldin muhokama qilyapmiz? Qaysi moddalari noma'qul, qaysi moddalari ma'qul? Qabul qilingan qonunlar atroflicha muhokama qilish yurtdoshlarimizning ularga munosabatini ifoda etilayotgan tahliliy materiallar, ko'rsatuv va eshittirishlar afsuski juda kam. Yangi qabul qilingan qonunlar, farmon va qarorlar asosiy ma'nosini aholiga yetkazish bo'yicha samarali mexanizm yaratish vaqt soati keldi. Bu hayotning talabi, xalqimizning talabi. Hozirgi kunda Adliya vazirligining bu borada faoliyatini talab darajasida deb bo'lmaydi. Shu munosabat bilan ushbu vazirlik va uning joylaridagi bo'limlari faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqish vaqt soati keldi. Adliya vazirligi mutasaddi idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda qonunlarning ma'no mazmunining joylarga yetkazish, ularning keng targ'ib qilishga qaratilgan aniq takliflarini ishlab chiqishi lozim. Video lavhada dolzarb masalalar ko'tarildi. Shu o'rinda Alijon aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana shu kungacha Adliya vazirligi tomonidan qonun hujjatlarining mazmun mohiyatini aholiga yetkazish bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshirildi? Belgilangan muddatlar haqida ham so'z bordi. Haqiqatan e'tiroz o'rinli. Haqiqatan ham qonun hujjatlarini ijrochiga yetkazish, uni maqsadi, mazmun, mohiyati va ahamiyatini aholiga tushuntirish bo'yicha tizim, mexanizm, umuman aytganda mas'ullik bir mavjud emas edi. Tizim yo'q ediki, haqiqatan ham yo'qligining sababi nima dedi Alijon aka? Tizim yo'qligining sababi endi albatta qonun hujjatlari birinchi navbatda shu rasmiy nashrlar orqali e'lon qilinardi, yo bo'lmasa obuna yo'li bilan yetkazilardi, yo bo'lmasa ommaviy axborot vositalari orqali yetkazilardi, yo bo'lmasa elektron qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazalar orqali ijrochilarga va aholiga yetkazilardi. Buni nazorati qay darajada yetib bordi, buni ham
aniqlash, o'rganish yoki umumlashtirish kabi masalalar amalga oshirilmayotgan ediki, bu e'tirozga sabab bo'ldi va bu bilan prezidentimizning qonun hujjatlarini tarqatish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarorini o'sha 8 fevraldagi 2761 sonli qarorini qabul qilishga asos bo'ldi va shu qarorimiz bilan endilikda nafaqat Adliya vazirligi ishlamaganligi uchun qaror qabul qilish zarurat tug'ildi. Haqiqatan ham tizim ishlamaganligi uchun ham bu qarorni qabul qilishga zarurat yetib keldi. Endilikda bu qaror bilan barcha davlat organlari va tashkilotlariga qabul qilingan qonun hujjatlarining mazmun mohiyatini o'zi birinchi navbatda ijrochiga yetkazish, uni matnidan butun tizimdagi idoralarda foydalanishni ta'minlash va o'z sohasiga oid qabul qilingan normativ hujjatlarning mazmun mohiyati ahamiyatini aholiga tushuntirish bilan bog'liq ishlarni tizimli, doimiy ravishda amalga oshirilishini ta'minlash va eng asosiysi doimiy nazorat va monitoringni o'tkazish vazifasi barcha davlat organlariga muhim vazifa sifatida yuklatildi. Adliya vazirligi qabul qilib olingan hujjatlarni shu kunning o'zida barcha davlat organlari va tashkilotlariga elektron shaklda yuborilishini ta'minlaydi. Buni qabul qilib olgan davlat organining asosiy vazifasi bu qabul qilingan qonun hujjatlarini birinchi navbatda davlat organi xodimini o'ziga, ya'ni ijrochiga uni mazmun mohiyatini tushuntiradi. Bu davlat organi mas'ul xodimlari esa o'z navbatida o'z sohasidagi qonun hujjatlarini mazmun mohiyatini aholiga tushuntirib, mazmun mohiyatini yetkazish bilan bog'liq chora-tadbirlarni o'tkazishga asos bo'ladi. Respublikada mas'ul bo'lgan 19 mingdan ortiq mas'ul shaxslarning 8 ming nafari o'qitildi. Ular uslubiy ta'minlandi va bu jarayonda albatta qonun hujjatlarini tarqatish, mazmun mohiyatini tushuntirishda ommaviy axborot vositalarisiz bu jarayonni albatta ko'rish qiyin kechadi. Keling, shu o'rinda ommaviy axborot vositalarining vakili Dilfuzadan ma'lumotlarni olishga harakat qilsak, mana Dilfuza, bilamiz, ommaviy axborot vositalari ham fuqarolarga, yoshlarimizga qabul qilinayotgan qaror farmonlari bo'ladimi, hukumat qarorlari yoki qonunlar bo'ladimi, barchasini mazmun mohiyatini tushunarli tilda, sodda, xalqchil tilda tushuntirishga mas'ul bir vositachi hisoblanadi. Sizlar tomonidan olib borilayotgan ishlar haqiqatan ham xalqqa, yoshlarga ma'qul bo'lyaptimi? Aynan sohada rivojlantirishda mana shu qonun hujjatlari juda bir mukammal tilda, yuridik atamalar bilan juda bir o'qiganda qandaydir oddiy xalq tushunmasligi mumkin. Uni mutaxassislar, ekspertlar bilan birgalikda, jurnalistlar birgalikda bahamjihat ishlasagina oddiy xalqqa tushuntirish mumkin. Bunda eng avvalo soddalikka, ravonlikka va so'z mas'uliyatiga ko'p ahamiyat qaratish kerak. O'sha materiallarni iloji boricha soddalashtirish kerak. Imkon boricha o'zimizni mana shu doimiy ishlaydigan ekspertlarni jalb qilgan holda ishlashga harakat qilamiz. Ekspertlarning o'zlarining salohiyati qanaqa? Ekspertlarning salohiyati, ularning hammasi mukammal bilimga ega deb hisoblayman. Agar ular bilan suhbat o'tkazilsa, o'sha material tayyorlash jarayonida birgalikda ishlansa, ulardan ko'p baza olish mumkin. Demak, qonun hujjatlarining mazmun mohiyati ham aholiga tushunarli tilda yetkaziladi. Albatta. Bevosita mana shu masala bo'yicha bizning hamkasblarimiz, fuqarolarimiz, hamyurtlarimiz o'rtasida so'rov o'tkazishgan. Savol esa quyidagicha: qonun hujjatlarining mazmun mohiyati tushunarli bo'lyaptimi degan mazmunda. Albatta tushunaman. Chunki o'zim bu anaqaga qiziqaman. Bir xillari tushunarli bo'lmasa, ota-onamdan so'rayman. Endi qoniqarli. Menimcha odam e'tibor bilan o'qish kerak. Prosta kimdir qonni olib, misol uchun kitobga o'xshab yoki ham crossword o'xshab test olib o'qib, keyin tushunmaydi. Voy, men o'qimadim, tushunmadim. Prosta shoshmasdan, e'tibor bilib har bir so'z analizni qilib o'qishi kerak. Balki yoshlarga tushunmaydigandir, ularga tushuntirish kerak. Shularni tashviqot, targ'ibot ishlab borish kerak. Ba'zilari tushunarli, ba'zilarida esa tushunmasam qayta yanada o'qib tushunib olaman. Yo'q, menimcha uncha tushunarli emas menga. Mana so'rov natijalari bilan tanishdik. Shu o'rinda Boboqul aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana yoshlarimizni, fuqarolarimizni aksariyati qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining mazmun mohiyatini ham tushunmasligini bildirib o'tishdi. Buni sababi nimada? Aslida bu qonunlar o'zimizning davlat tilimizda yoki deylik boshqa tillarda chop etilsa yoki deylik radio orqali eshittirilsa-da, uni anglash nihoyatda og'ir. Nima uchun? Qonunning tili bor. U chunki yuridik kuch beradi.
u bizni chegarada ushlashga harakat qiladi. Juda ko'p bizga notanish bo'lgan muammolarning yechimini taklif etadi. Mavjud munosabatlarni o'zida qamrab oladi. Yoshlarimiz albatta 18-20 yoshlik yoshlarimiz bular keyingi 3-4 yil ichida qabul qilingan qonunlardan xabardordirlar. Lekin badiiy adabiyotni o'rganish uchun birorta roman yoki qissani olib o'qisa, o'sha davrga qaytish mumkin. Lekin milliy huquq tizimining ruhiyatdan xabardor bo'lish uchun bu qonunlarni iloji boricha boshdan oxirigacha bir ko'z yugurtirib chiqish kerak. Bizning o'zimizning huquqiy tafakkurimiz bu qonunni o'zlashtirish imkonini beryaptimi yo'qmi, bu ham masala. Doim o'ylab qolaman, shu standartlarga, nizomlar yoki deylik ta'lim muassasasining hujjatlariga kiritilmagan bo'lsa, biror bir qonun rejadan tashqarida o'rgatilmaydi. Ya'ni qabul qilinib amalga kiritilgan qonun nazarimizda bir quyosh chiqqanda hammamiz toblanamiz. Shu qonundan bir vaqtda xabardor bo'lsak, ayniqsa yoshlarimiz, ular bir-biri bilan muloqotga kirishadi. Yoshlarimiz asosan ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishibdi. Bular deylik o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarda, forumlarda, mavzularda bir-biri bilan qizg'in munosabatda ma'lum bir vaqtlarni o'tkazishyapti. Endi qani edi o'sha Kamolat deymiz, boshqa bir deylik ijtimoiy harakatdagi yoshlar shuni ham bir guruhlarga, bir-biriga aloqador kayfiyatdagi ijtimoiy tarmoqlarga bir qonun qabul qilinibdi, mana bu yerda bitta so'zi bor ekan, jumla bor. Shuni bildinglarmi deb forum o'tkazsa, bu ham yomon bo'lmas edi. Bilasizmi, Boboqul aka, shu o'rinda men Alijon akadan so'ramoqchi edim. Hozir bir yaxshi bir masalani ko'tardingiz, ijtimoiy tarmoqlar masalasini. Haqiqatan ham bizni kelgusi 5 yillikdagi taraqqiyotimizni belgilab beruvchi dastur qabul qilinishidan oldin xalq o'rtasida muhokama qilindi. Maxsus saytlarga qo'yildi, fuqarolarimiz tanishdi, o'zlarini taklif va istaklarini bildirishdi. Aynan harakatlar strategiyasi bo'yicha. Xalqaro tajribaga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, Janubiy Koreyada o'sha har qanday qonun hujjatlari qabul qilinishidan oldin umumxalq muhokamasiga qo'yilar ekan. Bizda ham bu amaliyat bormi? Albatta, bu eng dolzarb masala va bu amaliyot. O'sha hamma qonun hujjatlari ham qo'yiladimi o'zi? Bu amaliyot bor. Ayniqsa o'sha 60% yoshlarimizni aytadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishini inobatga oladigan bo'lsak, bugungi kunda shu qonun loyihalari Regulation.uz degan o'sha elektron saytimizda barcha loyihalar joylashtirilyapti va shu loyihalarda bugungi kunda juda ko'p uni o'quvchilari va shu qonun loyihalariga taklif bilan chiqadigan fuqarolarimiz, jismoniy va yuridik shaxslarimizning soni ham juda ko'plab uchrayapti va uni hamma qonun hujjatlari joylashtiriladi. Barcha qonun hujjatlari joylashtiriladi. Nafaqat bu Regulation.uz saytida, balki barcha davlat boshqaruv organlarining saytlarida ham joylashtirish va u orqali bildirilgan taklif mulohazalarni olib qabul qilinayotgan qonun hujjatlari amaliyotiga o'sha qo'llash masalalari yo'lga qo'yilgan. Demak, amaliyotda bor. Keling, shu o'rinda yoshlarimiz o'rtasida kichik bir so'rovni o'tkazsak, haqiqatan ham mana shu saytga kirganingizda ayni kunlarda qo'yilgan qaysi qonun hujjatlarini bilasiz? Marhamat, fikringizni bildirsangiz, mikrofonlarimiz bor bu yerda. Marhamat, kim? Tanishmi yoshlarimiz? Alijon aka, nazarimizda hech kim tanishmas. Qo'yiladi deb aytib o'tdingiz, lekin hech qanday munosabat bo'lmayapti. Menimcha bu yerda ozgina nima deydi, bizni o'sha milliyligimiz, mentalitetimiz sal nima berayotgan bo'lsa kerak. Demak, muloqotimiz erkin, marhamat, fikringizni bildirishinglar mumkin. Haqiqatan ham tanishmisizlar? Aynan mana shu regulation.uz saytiga kirganingizda oxirgi marta qaysi qonun hujjat qo'yilgan ekan, nomini aytmasangiz ham, bor yoki yo'qligi haqida munosabat bildirsangiz bo'ladi. Demak, zaldagi muhitdan ham bilish mumkin. Demak, ular tanishmas ekan. Bu borada ham hali qilinadigan ishlar ko'p ekan. To'g'rimi Alijon aka? Biroq birgina misol, mana bugun biz bilan siz muhokama qilayotgan qonun hujjatlarini ijrochiga yetkazish, aholiga tushuntirish bilan bog'liq masalalarni yana bir karra tartibga solib, buni qonun bilan mustahkamlashga qaratilgan qonun hujjatlarini tarqatish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlangan va bu qonun loyihasi Regulation.uz saytimizga joylashtirilib, undan 150 dan ortiq jismoniy shaxslarning takliflari olgan bo'lsa, shuni bir 50 dan ortig'i yoshlarning takliflari hisoblanadi. Va bu bildirilgan takliflarning agar
man xato qilmaydigan bo'lsam 80% inobatga olingan holda belgilangan tartibda u kiritildi. Xudo xohlasa bu yil mazkur qonunni qabul qilinishini ham shu yil oxiriga qadar men o'ylayman barchamizga. Hozir mana yuqorida aytib o'tdingiz, ko'plab takliflarni oldik deb. U takliflarni qayerdan qabul qilgansizlar? Fuqarolar o'rtasida borib ma'lum bir tadbirlarni o'tkazganmisizlar, targ'ibot tadbirlarini yoki bo'lmasam hozir yuqorida aytib o'tdingiz, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiramiz deb. Lekin afsuski mana dasturimizda ishtirok etayotgan yoshlarni munosabatidan albatta bilish mumkin, ular tanishmas. Bu taklif yuqorida aytganimdek o'sha bizni ya'ni Regulation.uz saytga joylashtirilgan bazadan olingan ma'lumotlar va Adliya vazirligini saytiga qo'yilgan qonun loyihalarini tanishib chiqqan fuqarolardan kelgan ma'lumotlar va Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining o'tkazgan tadbirlarida qonun hujjatlariga bildirilgan yoshlarning taklif mulohazalaridan kelib chiqqan ma'lumotlarni yetkazyapman. Tok-shou tasvirga olish jarayonida Adliya vazirligining mas'ul vakili barcha qonun hujjatlari muhokama uchun regulation.gov.uz saytiga qo'yilishini ta'kidlagan edi. Shuningdek, huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi hozirda mazkur saytda jamoatchilik muhokamasi uchun qo'yilgan va unga 150 dan ortiq taklif kelib tushgani haqida aytib o'tgan edi. Biz mazkur ma'lumotni tekshirish va izohlar bilan tanishish maqsadida regulation.gov.uz saytiga kirib ko'rdik. Guvohi bo'lganingizdek, izohlar soni 5 tagina ekan xolos. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, mazkur sayt faoliyatidan hamma ham xabardor emas. Shunday bo'lsa-da, biz hamyurtlarimizga regulation.gov.uz sayti bilan tanishmisiz degan savol bilan murojaat qilamiz. Bu sayt haqida umuman ma'lumotga ega emasman. Kun.uz, daryo.uzlarni bilaman, yana qanaqa? Yo'q, bilmayman. Yo'q, eshitmagan ekan anaqa sayt. Hozir eshitdim bu saytni. Bilmayman. Rahmat. Bu sayt bilan tanishmisiz? Qanaqa sayt o'zi? Yo'q, bilmayman. Bu saytga kirib ko'rdim. Sal qiyinroq ekan, osonlashtirsa yaxshiroq bo'lardi. So'rovda qatnashgan yurtdoshlarimiz sayt interaktivlik talablariga umuman mos kelmaydi. Foydalanish juda qiyin. Ma'lumotlar paneli murakkab tuzilgan va izoh qoldirish uchun ulardan yagona identifikatsion raqam talab etilishini ta'kidlashdi. Hamda o'rganishlar natijasida saytni keng auditoriyaga tanitish uchun targ'ibot va tashviqot ishlari, ya'ni reklamasi yetarli emasligini kuzatdik. To'g'ri, albatta bu yo'nalish juda mustahkam, tizimli ravishda yo'lga qo'yildi deyishim albatta bu xato bo'ladi. Albatta kamchiliklarimiz bor. Shu o'rinda biz mahalladan kelgan vakilimizga murojaat qilmoqchiman. Mana yuqorida Alijon aka bitta masalani ko'tardilar. Bevosita qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining barchasi tegishli tashkilotlarga, joylarga yuboriladi deb. Sizlarning o'zingizga oxirgi marta qabul qilingan qaysi qaror, farmon yoki bo'lmasam qonun kelib tushdi qo'llaringizga? Prezidentimizning fevral oyida chiqqan qarorlari bu chiqarilgan har bir qarorning ijrosini pastki tizimdan boshlab xalqqa tushuntirib berish, inobatga olib mana bu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida har bitta mahalla fuqaro yig'inida juma kunini chiqarilgan qonunlarning ijrosini xalqqa ta'minlab tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borish kuni belgilangan. Demak, tushunarli, kun ajratilgani yaxshi. Savolimga javob berishingizni xohlardim. Oxirgi marta qaysi qonun, qaror yoki farmon sizlarga keldi idorangizga mana shu masala bo'yicha, qonun hujjati bo'yicha fuqarolaringiz o'rtasida tushuntirishlarni olib boring deb? Bizni aptekalardagi narx-navolar yoki bozordagi narx-navolar jamoatchilik a'zosi barcha chiqarilgan qaror jamoatchi asosida nazorat qilish, qonun hujjati bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borganmiz. Oxirida hozirda xalqimizning saviyasi, huquqlik saviyasi ancha oshib, jamiki masalan oldin bir kamchilik aytsangiz, u yoqqa bor, bu yoqqa bor. Hozir qonun doirasida tushuntirib beryapti, seni haqqing bu, haqqini talab qilishda o'sha xalq o'rgandi. Shu qonun targ'ibotni natijasi qiladi. Tushunarli, hozir qisman aytdingiz, aynan mana shu hujjatlar nomini. Aynan mana shu qonun hujjatlarini tushuntirishda mahallada kim shug'ullanadi? Ma'lum bir huquqshunos maqomiga ega bo'lgan ekspert, mutaxassisni taklif qilasizlarmi yoki bo'lmasam o'zingiz boshchiligingizda bu masala amalga oshiriladi? Bizda bu qonun hujjatlarini amalga oshirish adliyadan notarial idora xodimlari har juma kuni soat 9 dan 10 gacha bizning idorada 66-maktab yig'ilish o'tkazamiz. 9 dan 10 gacha bu kunduzgi vaqtda, to'g'rimi? Kunduzgi vaqtda. Bu vaqtda yoshlar, misol uchun o'qishda bo'lishi mumkin, yashaydigan fuqarolar ishda bo'lishi mumkin.
o'qishda ishda vaqtlari. Demak, hammasiga birdek yetib bormaydi. Keling, shu o'rinda yana bir so'rov natijasi bilan tanishsak hamda o'ylaymizki, mana shu so'rov natijasi bo'yicha berilgan javoblar yana bitta muhokamani olib borishga turtki bo'ladi. Menimcha maktabda bo'lsa, maktab o'qituvchilari, mahalladagilar, agar kollejdagi, institutlarda bo'lsa, kollejdagi o'qituvchilar, institutdagi o'qituvchilar. Ishxonasi shu kadrlar yetkazib berish kerak deb o'ylayman. Davlatda shu hokimiyat ishlagan odamlar bizga tarqatish kerak emas. Mahallalarda tadbirlar bo'ladi. Tushuntirish ishlari olib borishadi. Ishxona menimcha aytish kerak bo'lsa kerak. Yangi qonunlar haqida. Mana qonun hujjatlarini aholiga yetkazishga kim mas'ul savoli ostida o'tkazilgan so'rov edi. Natijalar bilan tanishdik. Hammasi turli xil fikrlarni bildirishdi. Yuqorida mana Alijon aka siz aytib o'tdingiz, elektron shaklda biz barcha tashkilotlarga barcha ma'lumotlarni yetkazamiz deb. Lekin o'sha tashkilotlarga yetkazilgan ma'lumotlar ham nazorat qilinadimi? O'sha tashkilotlar olgandan keyin haqiqatan ham mana shu qonun hujjatlari ustida ish olib boryaptimikan? Nima deb o'ylaysiz? Tizim yo'lga qo'yilgan. Ya'ni elektron yuborilgandan so'ng uni monitoringi amalga oshiriladi. 608 ta davlat boshqaruv organiga yetkazilgan bo'lsa, ular 12 mingdan ortiq o'zini tizimiga yetkazgan va 554 mingdan ortiq xodimlari e'tiboriga mazmun mohiyatini tushuntirgan. Albatta, raqamlar havas qilsa arzugulik. Boboqul aka, siz bu borada nima deysiz? Masalan, ayrim holatlarda bo'ladi, ba'zi bir tashkilotlar o'sha kelgan qonun hujjatlarini shunchaki kirish-chiqish xatlarini qayd qilish daftariga yozgan holda tegishli joylarga qo'yib qo'yishadi. Men ham shunda o'ylayman, sababiki qonunning kuchi, uning o'rganilganligini qayerda ko'ramiz? Biz huquqimizni talab qila olish darajasiga yetganda bilamizda. Qayerga bormang, u metroda bo'ladimi, savdo do'konlari bo'ladimi, transportlarda bo'ladimi? Albatta ozgina tartibsizlik kuzatiladi. Biz endi bir mutaxassis, bir o'rta yoshli kishi sifatida yoshlarni tartibga olishga harakat qilsak, ular albatta o'zlarining ichki ambitsiyasi bilan javob qaytarishga harakat qiladi. Endi masalan u yerda misol uchun deylik, nogironlarni ijtimoiy himoya qilish bilan bog'liq qonunlar bor. Yoki deylik, fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunlarimiz. U yerda birinchi darajali, birinchi toifadagi xizmat ko'rsatilishi yoki navbat bilan bog'liq bo'lgan jihatlar borki, buni biz bilib turib buzishgacha olib boramiz. Men shu xulosaga kelyapmanki, yoshlarimiz xafa bo'lmasinki, qonunlarni qalbiga joylanmagani uchun, uni doim tasavvurda o'tkazmaganligi uchun qonunlar taqlanib qolinyapti, ro'yxatlari tuzilyapti, idoralarda bordir, lekin jamoatchilikda, ko'chada, jamiyatda bu qonunlarni aksini ijrosini ko'rmaymiz. Shundan ham xulosa qilish mumkinki, yoshlarimiz qandaydir bir qonunlardan uzoqroq yurishadi. Endi masalan, qonunlarga tushunarli bo'lsa, yaqin kelishadi-da. Boboqul aka, tushunarli bo'lmagandan keyin ham uzoq yurishadi. Endi uni taklif sifatida aytmoqchi edim. Bu qonunlarni tushunarli bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Shu qonun qabul qilindimi? Bir favqulodda bir hodisa sifatida shunga yopishimiz kerak. Masalan, deylik, yozda qor yog'sa hammamiz qiziqamizmi? Ma'lum bir deylik harakatlarga kelamizmi? Demak, qabul qilingan qonun osti hujjatlarini o'rganishni biz ishtiyoqqa aylantirishimiz kerak, ehtiyojga aylantirishimiz kerak. Bu bizning o'zimiz ekanligimizni his qilishimiz kerak. Buni qanday qilishimiz kerak? Nazarimda, ommaviy axborot vositalari ham ozgina formatlarini o'zgartirish kerak endi. Har doim gazetalar yaxshi yorita olmayapti, jurnalistlarning pozitsiyasi yaxshi emas degan stereotip deb o'ylayman buni. Shakllanib qolgan, lekin hozir jurnallar, gazetalar, matbuot, televideniyalarda ham hozir o'sha huquqiy madaniyatni yuksaltirishga, huquqiy ongni oshirishga qaratilgan ko'rsatuvlar, lavhalar, maqolalar tayyorlanyapti. Lekin uni o'zimiz ko'rmayapmiz. So'rang o'sha gazetani qaysi sonini oxirgisini o'qiding, senga o'sha qaysi maqola tushunarli bo'lmadi desa aytib bera olmaydi. Hozir so'radingiz-ku, qaysi qonunni? Hech bo'lmasa o'zlarini taqdiri bilan bog'liq qonunni bilaman men deyishlari kerak edi-ku, ha? To'g'ri. Ijtimoiy tarmoqqa Alijon aka aytdi, joylashtirildi. Bir qism targ'ibot ko'rsatuvlari o'zingizlarning kanalinglar ham qildi. Lekin mana shuni sinchiklab o'qib, o'zlariga naqadar katta bitta, masalan, bitta yo'nalishda katta bir yengillik berilganini bilishdimi va foydalandimi? Oradan 6 oy o'tdi. Qonunlarimizni agar sinchiklab, men ma'naviy ruhiy jihatiga e'tibor qaratmoqchiman. Qonun kimga xizmat qilyapti? Meni bolalarimga, mana shu ukalarimga xizmat qilyapti. Demoqchisizki, ular o'zlarining taqdiriga befarq bo'lgani uchun ham qonun hujjatlarini tushunmayapmiz deyapsan, nimasi tushunarsiz? Yoki boshqa har qanday qonunda hozir Alijon aka nimaga Boboqul aka aytgan sohaviy qonunlardan tashqari umumiy har kungi hayotimiz, olayotgan nafasimizga oid qonunlarda hammasi matni tushunarli. Uni unaqa ochig'i dangasaligimizni, qonunda o'qimagan narsamizni tushunarli sizda ayblash unchalik insofdan bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Rahmat, fikr mulohazalari uchun marhamat. Agar yana kimda fikrlar bo'lsa, ishlab chiqilayotgan barcha qonunlar bugungi kunda ravon,
oydin sodda tilda ishlab chiqilgan yozilyapti va xalqqa yetkazish uchun bor imkoniyatlar sarflanyapti. Muammo faqat bir narsada. Muammo xalqimizda, yoshlarda, aholida, ularning intilishlarida, ularning yuragida mana shu huquqni bilish to'g'risidagi istak yo'qligida yoki bugungi chiroyli hayotdan ular tinch ahvolga tushib qolganligida. Shu o'rinda yana boshqa yoshlarimizni ham fikrlarini eshitsak, mana yoshlarimizga ko'p bora ayb qo'yildi. O'zlari qiziqishmaydi, o'zlarining taqdiriga befarq degan ma'noda. Sizlar bu fikrga qanaqa qaraysizlar? O'zbekiston Respublikasida chiqayotgan qonunlar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan chiqarayotgan qarorlar, farmonlarni o'sha ijrochilarga yetkazilgandan keyin o'sha o'z vaqtida bir samarasini bermasligini men bir huquqiy madaniyati, huquqiy ong darajasini pastligida deb bilaman. Endi balki bu noto'g'ridir. Mana o'sha hozir dangasalikda ham ayblashdi. Dangasalikda ham. Yana men bitta narsani aytmoqchimanki, albatta dangasalikda ham ayb bor. Birinchidan huquqiy madaniyat bilan huquqiy ongi yo'qligida. Bu nafaqat yoshlarda, balki ba'zi bir davlat organlarining rahbarlarida ham huquqiy ong bor. Ong bo'lgani uchun ular mana shu mas'ul lavozimlarda o'tirishibdi. Lekin huquqiy madaniyati yo'qligidan mana shu kamchiliklar keltirib chiqilmoqda. Я хотел добавить, что от лица молодежи, я ученик Ташкентского юридического колледжа номер 1, что было бы хорошо, если бы почти в каждом колледже был бы отдельный предмет, посвященный законам, новым законам. И там бы рассматривались бы законы, и также рассматривались они по практике, то есть как они применяются в практике конкретно. Также при применении закона, допустим, в какой-то отдельной сфере, отрасли, именно в нашей юридической сфере, по каждому предмету выделялось бы по 5 минут буквально, хотя бы 5 минут. Это было бы вполне хорошо. Bizani o'qituvchilarimizda maxsus fanlardagi o'qituvchilar aytishadi, yangi qonun chiqibdi, shuni o'qidinglarmi deb, darsimizga taalluqli bo'lmasa ham ustozlar aytib o'tadi. Buni barcha joylarda ta'limga umuman aloqasi yo'q bo'lsa ham 5 daqiqa haqiqatdan aytilsa, menimcha yoshlarda ham shu qonunlarni o'rganish uchun turtki bo'lardi. Gulnoza, qatnashadi. Gulnoza, aytingchi, mana siz kirasiz, informatsion saytlarga yoki gazetalarni qo'lingizga olasiz. O'sha yerda qabul qilingan farmon qarorlar o'qib chiqib tanishasiz, to'g'rimi? Qiynalgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Nima uchun qiynalasiz ularni tushunishga? Bizani ustozimiz bor, huquqshunoslik ustozimiz. Ular o'zlari bizga mana shu qonun hujjatlari haqida ma'lumot beradilar. Aytadilar, lex.uz sayti bor ekan, shu saytga kiringlar deb ma'lum bir ma'lumotlarni beradilar. Shu orqali biz qonunlar bilan tanishamiz. Ya'ni bu yerda aytmoqchimanki, o'qituvchilar bizga ko'proq turtki bersa, biz ham albatta qiziqib o'qiymiz. Men o'zim huquqshunoslik va O'zbekiston konstitutsiyasidan dars beraman. O'sha dars boshlashimdan oldin 5 daqiqa bular bilan siyosiy daqiqalarni olib boraman. Bundan tashqari yana nima qilish kerak ekan? Bu haqida ko'p bora gapirildi. To'garaklar. Biz asosan to'garaklarga ko'proq urg'u beramiz, aynan o'sha qiziqish bilan yo'naltirilgan, masalan, ingliz tilidan yoki boshqa va shu qatorda huquqshunoslikdan qiziqishi bo'lgan o'quvchilarni jamlab biz to'garaklar tashkil qilganmiz va o'sha to'garak a'zolari bilan, masalan, biz Sergeli tumanida joylashgan bo'lsak, o'sha Sergeli tumanidagi maktablarga, bog'chalarga yoki masalan korxona, tashkilot muassasalariga borib, biz o'sha qisqacha o'zimizni dasturimiz asosida targ'ibotlarni olib bormoqdamiz. O'sha Sergeli tumani hokimiyati va Kamolot bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Tushunarli. Shu o'rinda Adliya vazirligidan kelgan vakillarga murojaat qilmoqchiman. Yuqorida yaxshi bir manbani keltirishdi, qonun hujjatlarini o'rganish bo'yicha. Lex.uz sayti. Bugungi kunda mana shu saytda chop etilayotgan o'sha qonunlar, farmonlar, qarorlar ular chop etiladi faqat. To'g'risini aytganda, ba'zi hollarda o'zimiz ham o'sha chop etilgan qonun hujjatlarini o'qishga ba'zida qiynalamiz. Bu yerda o'sha qonun hujjatlarining mazmun mohiyatini tushunishimizda qanaqa muammolar bor? Hammaga tushunarli tilda yetkazib berish uchun har bitta idora o'ziga ma'lum bir chora-tadbir belgilab olishi kerak. Aksariyat holatlarda biz olib borgan monitoringlar natijasida bu narsa ma'lum bo'ldiki, kelib tushgan qonun hujjatlari bo'yicha 1-2 banddan iborat chora-tadbir belgilanadi hamda mana shu chora-tadbir ijroga qaratiladi. Bu yetarli emas. Shuni oldini olish maqsadida biz qonun hujjatlarini keng ommaga yetkazish va ijrochilarni ijrosini ta'minlash borasida namunaviy chora-tadbirlar rejasini tasdiqladik. Endi bundan keyin har bitta mas'ul vazirlik yoki idora mana shu hujjat chora-tadbirlar ishlab chiqar ekan, u bo'yicha ish olib borar ekan. Savolimga javob berishingizni xohlardim. Aynan qonun hujjatlarini tushunarli bo'lmasligiga yana nimalar sabab bo'lishi mumkin?
qonun hujjatlari, normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunga muvofiq oddiy, sodda tilda hamma uchun tushunarli tilda bayon etilishi lozim. Ammo qonun hujjatini o'qiganda hech kimga sir emas, bir fuqaro o'qiganda boshqacha talqinga tushunishi mumkin, ikkinchi bir fuqaro o'qiganda boshqacha talqinga tushunishi mumkin. Mana shunday bir salbiy holatlarni oldini olish maqsadida so'nggi vaqtlarda agar e'tibor qaratgan bo'lsangiz, har bitta qabul qilingan hujjat bo'yicha sharh berib borilyapti. Bu narsani endi qonun osti hujjatlar, ya'ni Vazirlar Mahkamasi qarorlari, vazirlik idora hujjatlariga, kerak bo'lsa hokimlik qarorlariga ham e'tibor qaratilsa, keng omma uchun tushunarli bo'lar edi. Chunki ko'pgina ijro tadbirlari qo'yib turuvchi hujjatlarda o'z aksini topgan bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Yuqorida video lavhani tomosha qilganimizda davlatimiz rahbari bevosita o'sha qonun hujjatlarini mazmun mohiyatini aholiga yetkazishda soatdek aniq ishlaydigan mexanizm yaratishimiz kerak deb aytib o'tgan edilar. Bu borada sizlar qanday taklifni o'rtaga tashlagan bo'lardingiz? Sizlarga, aynan yoshlarga, fuqarolarimizga qonun hujjatlarining mazmun mohiyati tushunarli bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak ekan? Marhamat. Qonun hujjatlarida agar mantiq bilan o'qiydigan bo'lsa, juda ham tushunarli tilda yozilyapti. Mana prezidentimizning qaror chiqardi. Suvdan foydalanish to'g'risida. Biz hozir yoshlarni aytyapmiz-da, yoshlar emas. Hozirgi kunda mana shu 50 ga 60 ga kirgan bizlar aybdormiz. Yoshlarni o'qimasligiga yoki aytaylik, hozir o'zi katta yoshdagilar o'qimayapti. Katta yoshdagilar o'qimaganligi sababli mana men bir qancha davlat tashkilotlariga bordim-da, yurist bo'lib ishlayman. Bir 10 tashkilotga bordim, shuncha hammasini rahbarlari 60 ga 50 ga kirgan rahbarlar. Shundan ishonasizmi, 9 tasida tualetga kirganimda tualetdan promay suv oqyapti. To'g'ridan to'g'ri qilib qo'yibdi. O suv ishlagichini, hattoki prezidentning farmoni suvdan oqlanib foydalanish to'g'risida farmonidan keyingi o'sha rahbarlarning mas'uliyatsizligini ko'rib turib men o'kini ham bir katta o'zimizda har juma kuni o'qitiladi. Suvga e'tibor beringlar deb turib oddiy bir so'z bilan aytilgan narsa. Mana shuni aytaylik, hozir yoshlarni qonun bilmaydi deyishimiz emas, kattalar bunga aybdor. Ikkinchidan aytaylik, mana hozirgi kunda televideniya bilasiz, hamma narsa oynasi. Mana shu qonunlarni, prezident farmonlarini, ularning mohiyatini, ijrosini ta'minlashda qancha darajaga erishdi, mana shunday bitta muntazam qilib qo'yishimiz kerak. Qonunlarning xususiyati masalasiga. Qonunlarning o'zi ham turlicha. Biz bilamizki, maxsus qonunlar bor. Masalan, gazni qazib olish to'g'risida qonunni butun aholi bilish shart emas u. Uni maxsus ijrochilarga yetkazishni o'zi yetarli deb o'ylayman. Yoki bo'lmasa fuqarolarning huquqlari bilan bog'liq qonunlarchi? Fuqarolarning huquqlari bilan bog'liq qonunlar bor. Yoki butun bir aholi uchun mo'ljallangan qonunlar bor. Bu masalada mana shu qonunlarni avvalo mutaxassislar yetkazishga harakat qilish kerak. Chunki uni mazmunini o'sha qonunda ishlab chiqqan yoki o'sha qonun bilan ishlaydigan mutaxassislar chuqurroq biladi. Uni har bitta elementiga e'tibor bergan holda sharhlab uni tushuntirib berishi mumkin. Masalan, to'g'ri kelgan odam o'sha qonunda tushuntirib berishda muayyan bir kamchiliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Mutaxassis uni mazmun mohiyatini chuqurroq biladi. Siz aytib o'tyapsiz, chora-tadbirlar olib borilyapti. Meni nazarimda bu ishlar juda ham kam. Keling, ayni o'rinda fuqarolarimizni bevosita mana shu tizim bo'yicha berilgan takliflar bilan tanishsak, ko'proq o'qish kerak bolalar. Televideniyada ko'proq yoritish kerak. Telegramda publikatsiya qilish kerak. Tagida har bir odam biladi, mana shu qonun chiqdi, men e'tibor anaqa qilishim kerak. Menimcha ota-onalarga buni birinchi tushuntirish kerak. Albatta ota-onalardan tarbiya oladi deb bolalar. Buni huquqshunos o'zi alohida kelib bizga tushuntirish kerak hammasini. Menimcha shu xalq bilan muloqotni yana kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Internetga ommaviy tarzda ko'proq ma'lumot joylashtirilsa, hamma tushunadi deb o'ylayman. Qonun tili ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi-ku, o'shani o'rganish kerak. Har xil ko'rsatuvlar tayyorlab, oddiyroq usulda tushuntirib berish kerak. Pedagoglar o'zini o'rgatish kerak yaxshilab. Endi yoshlarning o'zi bilan menimcha muloqotga borish kerak deb o'ylayman, yana bilmasam. Tegishli davlat idoralarining vakillari o'zligi kelib bizga tushuntirib bersa, menimcha hammaga tushunarli bo'ladi bu narsa. Demak, mana yoshlarimiz tarafidan, hamyurtlarimiz tomonidan bildirilgan takliflar bilan tanishdik. Shu o'rinda sizlardan qonun hujjatlarining mazmun mohiyati fuqarolarimizga, yoshlarimizga yanada tushunarli bo'lishi uchun qanaqa takliflarni bergan bo'lardingiz? Biz ko'targan mavzu bo'yicha ma'lumotlar aniq, lo'nda yetib boradi. Mana 10 dan ortiq takliflarni eshitdik. O'zimizga albatta belgilab oldik. Buni tegishli qonun hujjatlarini ishlashda inobatga olamiz. Biroq davlat organlari va tashkilotlari birinchi galdagi vazifasi sifatida o'z sohasidagi qonun hujjatlarini aholiga birdek oddiy aholi tilida yetkazish shart. O'z navbatda aholi esa fuqaro sifatida o'zini qonunlarni bilish kerak.
unga rioya etish kerak. Unga rioya etmaganlarga nisbatan faqat huquqni muhofaza qiluvchi idoralar emas, balki fuqaroni o'zi murosasiz kurash olib borish kerak. Nazarimizda shu qabul qilingan qonunlarni o'sha maktab ta'lim muassasalari hokazolarda darsdan tashqari hech bo'lmaganda bir soatga o'tirib shu o'qituvchilar, tarbiyachilar ishtirokida bir ko'z yugurtirilsa, o'shanda qonunning avvalambor ruhiyati o'tadi. Qonunda dolzarbligi, muammolari yechiladi va shu qonunga biz ergasha boshlaymiz. Qonun aslida bizni tartibga, munosabatlarimizni jilovlashga qaratilgan oddiy so'zlardan tuzilgan matn hisoblanadi. Dilfuza, sizni takliflaringiz? Menda shunday bir nima deydi, har doim meni o'ylantiradigan bitta narsa bor. Ota-onalarni ko'proq men bunga jalb qilishni xohlardim. Ota-onalar uyiga ikkita non olib kelishi mumkin, bolasiga bitta chupa-chups olib kelishi mumkin, lekin uyiga ikkita gazeta ko'tarib keladigan ota-onalarni bilmayman. Shuning uchun meni bitta taklifim, avvalo ota-onalar o'sha farzandlarini yoniga olib, o'sha gazetani o'qib berish madaniyatini shakllantirish kerak. Undan keyin ustozlarning ham ko'magi bu yoqda juda katta rol o'ynaydi, muhim rol. Rahmat, bildirilgan fikr mulohazalar uchun. Mana muhokamalardan ham ko'rinib turibdiki, hali bu sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar talaygina ekan, yechimini kutayotgan masalalar ham bor ekan. Biz muhokamalarni aynan mana shu nuqtada yakunlaymiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.